Bu obzorimiz mikrofon. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzorimiz Hoku brendiga tegishli mikrofon bo'ladi. Xullas, hozir buni sizlarga ochib ko'rsataman. Tak, bismillah deb ochamiz. Qog'ozni shilib tashlab, bismillah ochdik. Va bizda mana bunaqa keys kutib oldi. Quti olamiz. Tak, bu yog'ida nima bor? Hech narsa. Buni bundoq qilib ochadi. Qo'lni tiqib ochish uchun qiling ekan. Tak, ichida zaryadnik bo'lsa kerak. Ha, mana bunaqa qog'ozlar. Bu qog'ozlarga naushnik olganimizda ham qilingan do'stlar. Naushniklar olganimizda ham mana shunaqa shiqirlaydigan ichida qog'oz bor. Xullas, buni ham qo'yib turaylik. Buni ma'lum kommentariyga yozinglar. Mana bunaqa qog'oz yana. Xullas, keyin zaryadnik, anaqa shimuri. Buni ham ochsak bo'ladi. Tursin. Bu anaqa Type-C ekan. Keyin anaqa bu переходник, bu lightning, ya'ni men buni nima uchun ishlataman? Fake AirPods'dan bor, menga bu kerak emas. Xullas, unda iPhone uchun-da bu. Hozir iPhone'lar ham Type-C ga o'tib ketgan. Fake AirPods'dan bor. O'shunga zaryadnik qilib ishlatishim mumkin, yo'qotib qo'yganman. Buni ochamiz. Mana keysni ochib, buni ochsak, bitta bizda bunaqa narsalar kutib oladi. Mana bitta mikrofon o'zi, mana bunaqa telefon bilan ulanadigan qabul qiluvchisi bo'ladi. Hozir biz buni yoqamiz. Bismillah. Yoqdik. Yondimi? Yondi? Yo'q. Yondi. Xullas, mana ovozim eshitilyaptimi, yaxshimi, zo'rmi? Agar ovozim yaqinlashgan bo'lsa, nima qilmaymiz? Ovozimiz yaqinlashgan bo'lsa, mikrofon zo'r yozyapti. Agar yaqinlashmagan bo'lsa, mikrofon demak ishlamayapti. Hozir yo'q, qanaqadir ошибкалар bo'lgan. Shuning uchun agar shu ovoz eshitilmayotgan bo'lsa, nima boshqa videolarimiz, keyingi videolarimizda inshaalloh faqat mana shu mikrofonda ovoz yozamiz, o'shanda eshitib olishlar mumkin sifatini. Xullas, narxiga kelsak do'stlar, narxi 2700 so'm, ya'ni $30. Men aytaman, olishga arziydimi desanglar, men aytaman, albatta arziydi do'stlar. Oling do'stlar, agar olmoqchi bo'lsangiz, $30 ga qanaqa mikrofon istasangiz, xuddi shunaqa mikrofonni olganingizni tavsiya beraman. Like, podpisatsiya, kommentariy chiqmasin do'stlar. Rahmat hammaga.